Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hop, mana mebellarimizni olib keldik kuxnyani. Endi mana shu holatga mebelni qo'yib yuboringlar deyishyapti. Nima deb o'ylaysizlar? To'g'rimishmi endi? Shuvona qilinmagan, tizimlar ko'rinib turibdi va tepalarni ham qilinmagan. O'shanga hayron bo'lib turibmiz. Ishga kirishyapmiz lekin biz. Hop, pastki korpuslar qo'yapmiz. Hop, uy egalarini iltimos qilamiz endi boshqa safarlar mana shu pollarni ham chiroyli qilib tekislab bersa yaxshi bo'ladi. Mebel ichiga to'g'rilab ketsin demasdan. Buni ko'targanmiz qaranglar. 3.5 sm ko'taryapmiz. Mana ko'tarilgan yo'lda turibdi. Aqa ketgan sari 3.5 sm, 4 sm ko'tarilib ketyapti, o'ringa qo'yamiz. Bo'lmasam bizni qiynaydi. Hop, korpuslarni mana ilib oldik. Navbat fasadlarga keldi mana. Pastdan ketilyapti. Mana bir kishi tepadan kelyapti. Bitta sushilka, suv, gaz bor, bitta mana duxovka bor. Qo'ying mana polka. Duxovkalar mana tayyor. Havo olib tashlaysiz polkaga. Bitta xolodilnik bor. Hop, ishlarni mana yakunlarni tugatdik. Keyin xolodilnikni olib kelib qo'yishadi. Suvlab olishadi. Duxovkalar bo'ldi, gaz bo'ldi, yetishgan bo'ldi, yetishgani ishlayapti. Bo'ldi. Endi o'sha tepalarni yopib olishadi. Biz ishimiz mana shu yerda tugaydi. Davodchilik. Buni pastda bu duxovka tepada bo'lishi kerak edi. Mijoz tepaga qilib bering deyishdi tortmani. Ishlar yakunlandi.